Manzilimiz shu shahar. Shundoq kirib kelishda Chusga. Man servisi shuni orqasida. 150 metr ichkarida. Hammangizni taklif qilamiz. Marhamat. Hammaga ayyom muborak bo'lsin, avvalambor. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hormang endi. Ayyomlar muborak bo'lsin endi. Rahmat. Charchamayapsizmi? Birgalikda bo'lsin. Nimalarga harakat endi? Xudo xolisa ehsonimizga harakat, ehsonga. Soat nechida? Soat 11da. Aytib qo'ying, obunachilarga xabar qilib qo'ying. Soat 11da ehson oshimiz bor. Kelaverasizlar Salimjon ota oshxonasiga. Kamroq umringiz uzoq bo'lsin. Mana stollarimiz tayyor bo'libdi. Assalomu alaykum hammaga. Hammani soat 11da ehson oshimizga taklif qilamiz. Hammalaring kelinglar. Aziz obunachilar, ayamasdan like podpiskalarni bosib tashlanglar. Kamroq. Assalomu alaykum, kamroq. Qani bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Umrga osh kelaverasizlar. Yasha. Oshga marhamat. Jahongir Mirzo. Oshimizni mana zirvalari bo'lyapti, ha? Jahongir. Savzni sana aytdim. Qatishgan qiladi. Adresimiz qayda? Koinotda. Koinotda. Ya'ni Man servisi orqasida. Man servisi orqasida joylashgan.